Ana bugün 13 may. Giloslarım o'zi qizarib boshlabdi уже. Nasib bo'lsa. Uydan chiqqani baribir boshqachadan. Shuning uchun mana shu mazza qilib odam bunga ham bir kayf qiladi. Anorlarimiz endi buyog'i yaxshi endi gullashi hammasi. Огородga kirib mazza qilasan-da mana. Tomonni qaranglar qanday chiroyli gullagan. Bu giloslarimiz Bremendan. Nasib bo'lsa kesib tashlaymiz bularni. Anorlarga xalaqit beradi. Bular orasidan chiqqan. 2 yil oldin sovurib ketganga qoldirilgan bular. Paket gilos yeb turaylik deb. Shuning uchun bu giloslar endi ana shu belidan kesib tashlaymiz. Qolgani keyinroq. Donni terib olamiz. Quluplarni ham so'lib boshlabdi, ularga suv qo'yish kerak. Shu bog'ning ichini bir aylanib chiqsam mazza qiladi odam. Bularni qaranglar, bularni. Shoxlarni keyin yangi chiqqan shoxdan uzib tashlaymiz ularni. Paket guli xalaqit qilmaylik. Anaki. Shira bor, shiraga endi yana bir dor sepib chiqamiz nasib bo'lsa. Ana bergan bitta gilos. Giloslar. Nasib bo'lsa yaxshi qizarsin bir to'yimiz. Qolgani kompot. Egilyapti. Anorlarimiz shu 90 tup ekilgandi, 90 tup. Shundan 5 tup bo'lmay xalaqit bergani uchun kesgandik. Qolgani mana bu tomon pol blokda devorda chetini gilos ekkamiz buni. Katta gilos bo'lib ketgan bular. Bular mana shu radga endi soya qilyapti, paka indamay turibmiz endi shu shiratni anordan kechib turibmiz. Bizga mana shu 3 rat ham yetadi nasib bo'lsa. Yeyishga ham, sotishga ham. Mana bular. Bittasini piq qilamiz qishga yaqin. Mana shusini. Qo'ydi kattasini. Suyib taylaymiz buni. Suyimiz bo'lsin. Mana shu turish poldan gilos bizga. Bitamda bu. Mana shu ratga soya qilyapti. Olinadi, mevasi kam olinadi bu yoqdan. Yaxshi. Tomorqani shulisi yaxshi. Domdan ko'ra 1000 marta yaxshi aylanib, xohlagan mevangizni yeysiz. Mazza qilib deganday.